bo'yicha mening mashhur formatdagi videolar ko'pchilikka yoqar ekan. Nimasi yoqadi hayronman. Uyda yursam men oldin aytganman, bo'lmishga o'xshab yuraman deganman, chachlar bir ahvol. Keyin mana yaqinlar meni qo'yib ketsa ham ezib kiyaman, ustimdan chirib tushmaguncha. Hozir uydaman. Oppoq qilib mastava solib qo'yganman. Mastavani ichida go'sht, piyoz, guruch bo'ladi xolos. Kambag'alning mastavasi. Endi mana kiyimlarni olishim kerak, 4 kundan beri hozir yotibdi. Quyosh tushmagani uchun olmayotgandim. Svet o'chib qolgan. Issiq. Yangilik emas, no? Aytib qo'yay, tashqarida bahla qimillayapti uchlari. Svet yo'ligi uchun na pilesos qila olamiz, na konditsioner yoqa olamiz. Xullas o'tirib mash kiyimlarni endi joy-joyiga qo'yishim kerak. To'g'risini aytayim, kir yuvishni yaxshi ko'raman. Chunki men yuvmayman, kir mashinaga tiqib qo'yaman. Kir mashinadan chiqargandan keyin rosa yayish bilan kirlarni to'plab, taxlab, joy-joyiga qo'yishni rosa yomon ko'raman. Lekin toza kirlarni, toza kiyim kiyishni yaxshi ko'raman. Bu nima degani?